Merhaba sizlar bilan men Sigma. Bugungi videomizda jigarlar ko'pgina eslarda bo'lsa oldingi videoda men aytganimki moblarga qarshi, ya'ni Vardinga qarshi 10 ta mob degandim. Mana bu yangi mob debman. Hozirda jigarlar men belgilab olmoqchi bo'ldim. Birinchisi Vardin bo'ladi. Keyingisi esa Galliumni urishib ko'rmoqchiman. Gallium Vizor va o'zim. To'g'ri topdingiz, Gallium Vizor va o'zim. Men jigarlar Minecraft'da anchadan beri o'ynamayman. Bir 2 kundan beri o'ynayman. Şöyle başlayacağız ilk. Üç, 4 ve 5. Ortadaki Gallium. Vardı. Bir işte Gallium Vizor deganimizni. Ne bu iş olamıyor. Video gitti. Kerebesi yana 2'de. Bunun üstü what the fuck. Bunun üstü doğru diğerler yuttu. Yani Gallium'ları yuttu. Barakelle. Hozirgi istaysiz o'zim oddiy hech qanaqa zararlangan narsalarsiz Vardin bilan urush ko'rmoqchiman. Olmadan tashqari. Nima deb o'ylaysiz, yutamanmi?